opa, siz bilan gaplashganimizda aytdingiz-ku, 4 yoshli bolajonlardan boshlaymiz. 4 yoshli bolalar pichoq ishlatishni bilmaydi. Biz 4 yoshli bola tugul 8 yoshli boladan ham pichoqlarni olib qo'yamiz. Ular eplay oladimi? Shu to'rg'achlari bor, artishlari bor. Eng qizig'i tushunadimi ular nima qilayotganini? Bizda 4 yoshli bolalar uchun qiladigan master klassimiz haftada bir marta bo'ladi. U bir kunlik bo'ladi. O'tda bolajonlar uchun biz pichoqlar bermaymiz. Aynan ko'p farzandli borlar bilishadi. Dam olish kuni bolalarimiz uyda zerikishadi. Shuning uchun bu kursni o'zimizning oiladan kelib chiqib qildik. Hadeb hayvonot bog'i yoki o'ynaydigan joylarga olib bormasdan, aynan repetitorlardan ham bolalar baribir charchaydi, ingliz tili, boshqa narsalarga olib boramiz. Va taom tayyorlashga olib borganimiz o'sha xamirlar bilan birgalikda ishlashadi, pechenyelar tiqishadi, pitsalar qilishadi. Ularga lekin tayyor holatda qilib beramiz, kesib. Ular joylashadi, pishirishga ham o'zimiz yordam beramiz. O'tda bolalar o'zini tengdoshlari bilan birgalikda narsa pishirib, keyin o'sha bir xil bolalar nima deydi, ovqat tanlaydi, ovqat yemaydi. Bu yerda kelgan bolalar shu o'rtoqlariga qiziqib ham o'sha taomlarni o'zi tayyorlaganini ayniqsa maza qilib yeb qo'yishadi. Shu bolajonlar qachon keladi yo bugun dars kuni emasmi? Bu bolajonlarni master klassligisi har yakshanba bo'ladi, chunki bolalar faqat yakshanba kuni dam olishadi. Bir xil bog'chalar yakshanba kuni ham ishlaydi, shuning uchun biz har yakshanba qilganmiz va aynan bugun yakshanba kuni bolajonlarimiz kelishadi. Bugun keladigan kun. Hozir o'sha nima deydi? Mana syomka jarayonlarim tugashini kutishmoqda. Qanday yaxshi tugashlarini kutish shart emas. U yerda nimadir taom tayyorlashni o'rgatasizmi? Ikki xil narsa tayyorlashadi. Hozir men bilan birgalikda animatorlar keladi, ya'ni multfilm qahramonlari. Chunki u bolajonlar kichkina bo'lgani uchun ularni nima deydi? Oshxona ishlari ularga qiziq emas. Ularga o'sha o'zi yoqtirgan multik qahramonlar bilan birga ishlash qiziqroq. Shuning uchun biz har safar multik qahramonlarni ham taklif qilamiz. Ular bilan birgalikda taom tayyorlashni o'rgatasiz. Shunaqa. Juda yaxshi. Tasvirga olishga xalaqit bermaymizmi? Yo'q. Chunki siz aytdingiz 4 yoshli bolalar bilan taom tayyorlashga o'rgatish, ular bilan ishlash to'g'risi juda qiyin. Bog'chapalar 6 yoshligida ham qiynaladi. 7 yoshligida maktabga chiqsa, ularga harf o'rgata olmay o'qituvchilar qiynaladi. Birinchi o'qituvchim deydi-yu. O'sha birinchi o'qituvchi shuning uchun qadrli bo'ladi, qiynalganligi uchun, sochi oqarib ketganligi uchun. Hozir bizda keyin 8 yoshdan 15 yoshli bolalar, o'g'il bolalar, qizlar uchun ham o'sha mehnat darslari bor. U oylik kurs bo'ladi. Unda har dars 3-4 xil narsa tayyorlashadi. Unda lekin o'zligizda pichoqda to'g'rashadi, artishadi. Lekin sizning faoliyatingizni o'ziga xoslik jihatlarini to'g'risi mana muxlislarimiz ham ko'rib bilishdi. Shu bolalarni yoshligidan hunarga o'rgatish. Bu albatta birinchi navbatda o'sha hunar, bir kasbning egasi bo'ladi, shu bolaligini o'zidayoq. O'sha mahsulotlar bilan ishlashni o'rganadi. Hech bo'lmaganda uyda tayyorlab turadi. Erkak kishi bo'lsa bayramlarda yoki hozir erkak oshpazlarimiz juda ham ko'p. Albatta siz tan olsangiz, olmasangiz qo'li shirin bo'ladi. Albatta tan olaman, nega? Erkak kishilarning qo'li shirin bo'ladi. Ana, ya o'zi qo'li shirin bo'ladi emas, bir kun mahsulot ko'p ishlatasizlar deb ko'p gapirishardi ko'rsatuvlarda. Keyin bir kun bir tanishim uchrab qoldi, menga bir aytib beryapti. Bir odam bo'lgan ekan, choyxonachi ekan, faqat choy tayyorlar ekan, zo'r tayyorlar ekan. Yoshi katta ekan, endi yillar hamma choy ichgan shu yerga borar ekan. Choyga boraverdi, lekin bir kunda yoshi o'tib, qarib, xastalik haligi umri tugash arafasiga kelganda kelinlar kirdi. Endi yaxshi daromad, choyni orqasidan suvni qaynatib daromad topyapti. Kelini kirdida, iltimos, ota, menga shu choyxonchilik siringizni o'rgatib keting. Nimaga sizni choyingiz shirin chiqadi desa, ko'zini ochibdi, bolam, qo'li choyni sal ko'p solsang bo'ldi degan ekan. O'shanga mahsulotda yaxshi ko'pi shirin qiladi hamma taom. Qadrli tomoshabinlar, biz ko'rsatuvimizda avvallari bunaqa dars jarayoni, ish jarayonlariga alohida urg'u bermaganmiz. Faqatgina opam aytdilar-ku, 4 yoshli bolalardan boshlanadi. Masalan, ichida 5-6 yoshli bolalar bor. Mayli shu yoshdagi bolalarga ham avvalo buni tarbiyaviy jihati juda ham yuqori turadi, lekin ular bilan ishlash ancha qiyinroq, lekin samarasi juda ham katta. Qolaversa, uyda onalari, opalari taom tayyorlab berganda bolajonlarimiz injiqlik qilishadi-yu. Mana shu naqadar qiyin ish ekanligini, mana shunaqa mazali taom tayyorlashga ham qancha vaqt ketish kerakligini o'rganishadi, qadriga yetishadi. Qolaversa, o'zlari ham bir nimalarni o'rganib borishadi. To'g'rimi opa? Va albatta, o'sha boya aytganimdek, qo'l harakatlari bilan o'sha xamirlarga tegib, uni his qilishadi va o'sha nima deydi, miya uchun, qo'l uchun metodikalari o'sha ham psixologik taraflama bolaga yordam bo'ladi. Haligi sezish xususiyatlari ortadi. Ana ko'rdingizmi, qanchalar foydali. Demak, ko'rsatuv nafaqat taom tayyorlaydi, balki sizga mana shunaqa foydali ma'lumotlar bilan, tavsiyalar bilan ham o'rtoqlashadi.